hozir sizlar shunaqa joyda turibsizlarki, ko'rib juda ham xursand bo'lib ketasizlar. 17 yil qiynalgan paytingiz Allohdan nima so'ragansiz opa? Faqat so'rab juda yaxshi yashashni so'radim. Hozir men sizlarga bir narsa ko'rsataman, tasavvuringizga ham sig'maydi. Ko'zlaringda quvonch ko'rmadim, dildog'ingga ovunch bo'lmadim. Birovni bir marta o'sang, go'sht olib yeb turasizlar? Yo'q, yillab amonim. Go'sht ko'rganmiz yo'q. Shu produktlar shularni yasholmaydi. Mana shu yerda yashaysizlarmi? Ha, Qanchadan beri? 20 yil bo'lib qoldi yaqin 17-18 yil bo'ldi bo'lishiga. 17 yildan beri mana shu yerda yashaysiz. Ayolingiz bilan. Ha. Bir, ikki, uch. Bo'lmasa bular. Dardlari toq mazluma ayol, ko'zlaringda quvonch ko'rmadim, dildog'ingga ovunch bo'lmadim. Kechir bir bor holing so'rmadim. Dardlari toq mazluma ayol, ayol dardlari toq mazluma ayol. Davlat markaziga kelinglar, marhamat. Keling aka davramizga. Aka avvalo assalomu alaykum. Vatanjon muborak bo'lsin mana shu mana bugun ayni daqiqalarda Allohim shu kunlarga yetkazdi. Bu yerdan behisob shukronalar bo'lsin deya. Chiroyli tabriklaringizni, dil izhorlaringizni barcha ihson qilgan aka-ukalarimizga, hojilarimizga, kelinoylarimizga, barcha opa-singillarimizga, ya'ni kelgan mehmonlarimizga ham biroz chiroyli tabriklaringizni, dil izhorlaringizni, shirin kalomlaringizni chiroyli tarzda ayni daqiqalarda yo'llab o'tasiz degan umiddamiz. Rustamjon, mana bu akamning ismlari nima edi? Sheralijon akam, Allohim sizlarni ham umringlarga, rizqinglarga baraka bersin. Farzandlaringni orzu havaslarini ko'rib yurishlikni Allohim ancha yillarga bardavom qilsin. Marhamat bo'lmasa chiroyli tabriklar, dil so'zlar, shirin so'zlar, shirin kalomlar. Marhamat, davom etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, mahalladoshlar, hojonalar, obunachilar. Kelganlaringizga rahmat. Ozgina mehnatimizni hurmat qilib tashrif buyuribsizlar. Endi videolarda qancha aytsak ham, hali Jivoy ko'rgan boshqada baribir. Videoda ko'rgandan bu taassurotlarni jivoy ko'rgan boshqa. Mana shu ukamizni kelajagi porloq bo'lsin, kelajakda qiynalmay yursin degan maqsadda mana shu yerda mana 1 oy davomida qattiq mehnat qildik. Bizni mana shu obunachilar qo'lladi. Assalomu alaykum, mana shu bizni kuzatib turgan barcha obunachilar. Xudo xolasa mana sizlar kutgan kun, biz kutgan kun keldi. Mana akalarim yonimda, mana hojonalarim kelgan mehmon bo'lib, shu lahzalarni jivoy ko'raylik. Qani taassurotlar qani bo'lar ekan? 17 yil qiynalib yashagan oila uyli bo'lganda qanaqa taassurot bo'lar ekan deb shuncha odam hozir qiziqib turibdi. Hozir o'sha oila yo'lda kelyapti. Shekil kelganda shu uylarning ichini bo'shatib qo'ysayda, tashqarida mana shu yerda qo'llab-quvvatlab, qarsaklar bilan kutib olsak. Birinchi indamay turamiz, muzika bilan olib kiramiz, xudo xohlasa. Mana shu yerda ko'zlarini boylagan holda ochamiz. Ochilgan paytda qarsaklar cholib, bitta qo'llab olsalaring, o'sha taassurotlarni o'zlaring o'shanda jivoy ko'rasizlar, xudo xohlasa. Azamatjonda sizlarga mana shu yerda xizmat qilgan akalarimizga ozgina gaplari ham bor ekan, eshitamiz endi. Assalomu alaykum. Mehmonlar, xush kelibsizlar. Ustakalarga ham rahmat. Assalomu alaykumga ham rahmat. To'plarimiz sotib berdi. Hammaga kattaga rahmat, yordam beryapsizlar. Ukam hozir
hayajonda-da. Bu ukam bunaqa bo'ladi, hayotim o'zgarib ketadi, chiroylilarda mana yili menga uy nasib qiladi deb o'ylaganmiz, o'ylamaganmiz. O'ylamaganman. Xudo xohlasa mana Alloh sizga berdi. Xudo xohlasa mana Rustam aka mana shu yerda. Rustam aka ham yaqinda final qiladigan. Bu finalni tezlashtirganimiz sababi ham shundaki, tezroq borib biz ham o'sha yerda o'z hissamiz obunachilar bilan qo'shaylik degan umiddamiz. Xudo xohlasa keyingi final Rustam akam bilan Uchko'prikda, hojonalar. Xudo xohlasa. Rustam aka. Assalomu alaykum. Keyinlar mehmonlar yaxshimisizlar? Mana bugun chiroyli xursandchilik kun. Hamma biladi o'z finallarda shunaqa jim turamiz. Ko'zini ochgandan keyin hammamiz qarsak chalaveramiz. Ha? Kanalimizda 70% ayollar edi. Hojonalar, hojonalar, fasillar. Rahmatlar. Endi opalar bir chiroyli qo'shiqlarga davom etib turaverasizlar. Oila kelishi bilan shu uylarni ichi pusto tursa, ko'zlarni ochganimizdan keyin uylarni ichini bitta ko'rsatib chiqamiz. Ana Xudo xolasa o'yin kuniga maza qilasizlar, dam olib ketasizlar, horda chiqarib. Qish, hozir sovuq kunlarda to'y ham har kuni bo'la olmaydi mahallada. Bu ham bir to'ydek gap. Xudo xolasa. Rahmat kelganlar uchun. Umidjon akam, Tohirjon akam, Omonjon akamlarga ham alohida rahmatimni aytib qolaman. Chunki obunachilar Rustam akam bir og'iz shu yerda shunaqa ish bo'lyapti desa, bo'ldi biz ham hissamiz qo'shilib olsin deb kelib mana shu yerda bu o'zi planda yo'q edi. Bu surpriz bo'lib qoldi. O'zi hali jivoy shuni olib kelamiz, topshiramiz, ketamiz degan niyat qilgandik, lekin hali har doim finallar deganmiz, bekamni ko'z qo'ygan. Mana shu narsa kamida Allohim buni ham o'zi yetkazib qo'ydi bu akalarimizga ham bizga. Bu akalarimizga ham duo qilib bersizlar. Tanjonlari sog' bo'lsin, rahmat. Hazamjon rahmat, qarshi cho'gan onaxonlarimizga, opa-singillarimizga, kendoylarimizga, barchalariga tashakkur. Qarshi cho'gan opa-singillarimizga, kendoylarimizning qo'llariga tillo uzuylar to'la mashina bo'lib bukilib qo'yasiz. Yaxshi niyat yarim bor, niyat yaxshi qo'yamiz. Albatta mana shu Rustamjon ukamiz shu bizning mahallada ayni daqiqalarda shu Uchko'prik tumani Oqtepa mahallasida chiroyli proyektlarda borishyapti. Mana shu ukamni oldilarida biz ham yelkama-yelka turib shu xizmat yo'q kunlari, to'y xizmatlari yo'q kunlari borib qarashib, shundan ozgina bularni ko'nglini olib o'sha yerda yurdik. Shunaqangi aka deb qolishdi. Biroq aytishdi biz ham shu ehsonga hissamiz qo'shilsin degan maqsadda mana bu joyda ayni daqiqalarda Allohning inoyati bilan sizlarni qarshilarda turibmiz. Sog' salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Barcha ehson qilgan opa-singillarimiz, hojonalarimizga, aka-ukalarimizga, Xotamjonni kanalidagi barcha obunachilarga, aka-ukalarimizga, hoji amaki tog'alarimizga, onaxon kendoylarimizga, barchalariga minnatdorchilik bildiramiz. Oila a'zolarimiz nomlaridan, san'at ahli nomidan va barcha kelgan mehmonlarimizning nomlaridan obunachilar sizlarga ham rahmat, salomat bo'linglar. Mana shu yigitni qo'llab turganlaring uchun juda ham bir minnatdormiz. Salomat bo'linglar. Kim mana shu xonadonga ehson qilib hissasini qo'shgan bo'lsa, Allohim bu dunyosini ham bu dunyosini ham obod qilsin. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Tashakkur barchalarga. Hafsida ayamasdan choptiraverasizlar. Mana shu qarshi cho'gan opa-singillarimizni qo'llarida qochganlar pullari bo'lsin, seplarida qochganlar do'llarlari bo'lsin. Faqat bizga yaxshi niyat. Endi bo'lmasa bitta chiroyli qo'shiqlarni opalarimizni yana bir bor davraga taklif etamiz albatta. Mana shu O'zbekiston Respublikasida saxovat beshi akalarimiz, ukalarimiz, hojona, kendoylarimiz ko'p bo'lsin. Barchalarga yana bir tashakkur nomalar bildirib qolamizda, ayni daqiqalarda yana bir bor davramiz markaziga qo'shiqlar dunyosiga taklif etamiz. Qani marhamat davom etamiz bo'lmasa. Va'dasiga vafodor marg'ilonlik yigitlar, nur yog'adi yuzidan, o't chaqnaydi izidan, nur yog'adi yuzidan,
yuzidan marg'ilonlik yigitlar qaytmaydi hech so'zidan marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar yuragida g'ayrati ot hurkitar savlati kam bo'lmasin davlati marg'ilonlik yigitlar to'yda yayrab o'ynaydi o'ynamasang qo'ymaydi bizda cho'ntak kavlaydi ey marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar qizlarning yuragi orzulari ertagi oy qizlarning yuragi orzulari ertagi mard yigitlar erkagi marg'ilonlik yigitlar mard yigitlar erkagi marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar marg'ilonlik yigitlar Xo'p, hozir oila keldi. To'tasin tog'amiz bilan opamiz kelgan. Ichkarida opalarimiz ham tashqariga chiqarib olamiz. Hamma tashqariga chiqsin. Bu jivoy ko'rganga yetmaydi baribir. Xudo xolasa, ichda jimlik saqlaymiz. Kelib olishgandan keyin ko'zlarini ochganda qulluq bo'lsin deb baqiramiz. Qulluq bo'lsin deb baqiramiz. Qarsaylar bilan. Keyin ash ikkita uy oshxonani ko'rsatib olaman. Keyin qolgani hammasi o'yin kulgi. Xudo xolasa. Xo'p, bo'lmasam hamma kutgan payt, hamma kutgan lahzalar keldi obunachilar. Mana shuncha odam mashina jonli ko'raman deyapti va biz hozirgi paytda premyerada juda ko'pchilik ko'rib turibdi. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Mana shu jarayon uchun biz bir oy mehnat qilganmiz. Mana shu yerdagi o'sha ta'sirlanadigan joylari uchun bir oy mana shu yerda mehnat qildik. O'shani ko'rish uchun juda ko'pchilik hozir premyerada o'tirib kutdi. To'g'rimi aka? Bittadan like bosib qo'yinglar endi deyapman. Shuncha mehnatning evaziga. Shuncha odam mana jivoy ko'raman deb kelgan. Endi ko'pchilik kelolmadi. Tanjonlar sog' bo'lsin. Shu oyna jahon orqali ham kuzatib maza qilishadi baribir. To'g'rimi aka? Finalni videosi 15 ming 20 ming like bersa arziydi. Qadrdonlar bosinglar. Ko'rib o'tirmiz. Hozir sizlar shunaqa joyda turibsizlarki, ko'rib juda ham xursand bo'lib ketasizlar.
17 yil qiynalgan paytingiz Allohdan nima so'ragansiz opa? Faqat so'ramoqlarimni. Shunday yashayib yashashni so'radim. Hozir men sizlarga bir narsa ko'rsataman, tasavvuringizga ham sig'maydi. Bir, ikki, uch. Qo'llab bo'lsin apa, iloyim. Qo'llab bo'lsin. daryo bo'ldi yosh senga faqat tun bo'lsin qardoshingni kuydirar quyosh Buyurun nasib qilsin uylaring o'zlaringga. yig'layapsan daryo bo'ldi yosh senga faqat tun bo'lsin Qo'llab bo'lsin. Buyurun nasib qilsin shu uylar sizlarniki. Hammasi sizlarniki. Hozir tabriklarga yana vaqt keladi, tabriklarga. Opam ko'ngli yarim mazluma ayol dilbora yursang mudom aybsiz aybdor tursan ana endi bir bora kulsang ko'ngli yarim mazluma ayol ko'ngli yarim mazluma dardlari toq mazluma ayol olmaysan hayotdan sira mard ayolsan o'zgadan ko'ra shukr aytaba mazluma ayol dardlari toq mazluma ayol yig'layapsan daryo bo'ldi yosh senga faqat tun bo'lar sirdosh bardoshingni kuydirar quyosh ko'ngli yarim mazluma ayol yig'layapsan daryo bo'ldi yosh senga faqat tun bo'lar sirdosh bardoshingni kuydirar quyosh ko'ngli yarim mazluma ayol
borligini ko'rib turib shuncha taassurotda. Bu uy ichida nima borligini hali bu insonlar bilmaydi. Kelinglar bitta ko'rsatib chiqayda, ha? Keyin yana bir davom etamiz. Yana bir juda ham bir ajoyib joyi bor. Hammani ko'ziga yosh keladigan joyi bor, hali oxiriga saqlab qo'yganmiz. Ko'rinmas etgan odamni ko'ziga yosh kelmasa, mana ko'ziga yosh kelmadi deb qo'yaverasizlar. Uylarni ko'rsatib chiqamiz, ha? Dardlari top mazluma ayol, olamaysan hayotdan sira. Manda yo'san o'zgadan ko'ra, yaratganga shukr aytida. Sabrligim mazluma ayol. Bu mehmonxona. Degan mehmonlarni endi shu yerda kutib olasizlar. Sog' bo'ling baxtimizga. G'amlik ko'rmang. G'amlik ko'rmang endi. Hech qachon kulib yuringlar. Hech qachon bu kunlaringizni unutib kulib yuringlar, hoji akalar. Uylaringiz sizga muborak bo'lsin. Narigi oxirga yuring. Qancha choptiringlar, hech qancha choptiringlar. Yig'laysan daryo bu diyor, senga faqat Mana bu tarafda oshxona, endi hozirgi paytda ko'rsatilmaydi, keyin mazani ko'raverasizlar. Va oshxona, hammom, o'choqxona hammasi mukammal, xudo xohlasa. Bitta kelinda olsangiz bo'ladigan sharoit bo'ldi, xudo xohlasa. Xola, mana shu bizni kuzatayotganlarga, ehson qilganlarga, sizni qo'llab-quvvatlaganlarga, mana shu uyingiz bir oy davomida bitgungacha bizni qo'llab-quvvatlaganlarga tilaklaringiz, gaplaringiz bormi? Allohimdan shu uylarda yaxshi yashab o'tirishni olsin. Men orzuimga yurish quribman. Allohga shukrlar bo'lsin. Qancha yil kutgan edim bu hayotni. Shunday uy olishlarni Allohdan so'ragan. Allohim yetkazsin. Yig'lamayapman. Menga qilgan yaxshiliklarni Allohim o'zlaridan hamma yaxshi insonlarimga, ojonim, ojotlarimga, opa-ukalarimga, singillarimga, hammalariga, aka-ukalarimga, musofir yurtida bizni qo'llab turgan ukalarimga, hammalariga Allohim niyatlarini javob qilsin, hammalarining niyatlariga yetsin. Orzu-havaslarini, farzandlarini orzu-havaslarini ko'rsin. Hamisha ishlarini Allohim beriyor. Hamisha qayerda bo'lsa ham Alloh qo'llab-quvvatlasin. Hammalarini darajalarini saqlasin, kunlarini saqlasin. Niyatlariga hammalari yetib yursin. Obunachilarimga ham hammalariga shu xonadonimda hammasini yetat qildi. Yaxshiliklarini qildi, savoblarini qildi hammalari. Hamisha hammalariga, xonadonlarga tinchlik Allohni so'rayman. Ishlarini rivojini bersin. Farzandlarning baxti kamolini ko'rib yurishni ko'p nasib qilsin. Ilohim. Hammalariga rahmat deyman. Yaxshi insonlarimiz boriga Allohga berdim, shukrlar bo'lsin. Hammalaridan jonlari sog' bo'lsin. Hammalari menga yaxshilik qildi. Chetdagi ukamlarim hammalari menga qo'llab, yordam qo'llab cho'zdi. Hammalariga duo qilaman, birimiz duoda bo'ladi. Bir dilimdan bo'ldi. Yaxshi kunlarimni hech qachon unutmayman. Hammalariga rahmat, kelganlar uchun
davraman. İlohim hammalarimdan Allah razı olsun. Hammalarimdan Alloh sog' bo'lsin. Niyatlarimga niyat qilsam, niyatlarimni yeb yuraver ilohim. Allohdan shuni so'rab qolaman. To'xtasin tog'a, siz ham bir gaplaringiz bordir, biz obunachilarga, mana shu yerda mehnat qilgan ustalarga, mana chiqib bizni qo'llab-quvvatlaganlarga, kecha Asakadan kelib bir kecha mana shu yerda xizmat qilgan opalarimiz bor. Alloh rozi bo'lsin, hammalarini duo qilib berasizlar. Gaplaringiz bormi? Avvalambor rahmat. Ular opa-ukalar, singillar hammasi mana kelib o'z ustalarini qo'shdi. Bizlar bitmasa Allohdan nima bo'ladi. Hamisha mana ratsiyalar turib, boshqalar turib, nimalarni qo'shyapti. Xudo ularga ichiga rivoj, umriga umr qo'shsin dohim. Mana shu yerda ishlab turgan, yordam bergan ustalarga, mana shu yerda tayyorlab turgan mana Xatamjon ukamga rahmat aytaman. Rahmat. Endi aka, bularni rosa yig'latdik. Bitta sho'x qo'shiq bo'lsa, bitta o'ynatib ham qo'yaylik endi shularda. Bir mashinalar bilan o'ynaylik deb ketdi. Har doim shu ishni qilganmiz. Bitta sho'x qo'shiq aytib beringlar. Mana shu akam bilan otam bilan bir o'zlarini xonadonlarida bir o'yin kuni qilaylik. Xotamjon rahmat. To'y boshi aka, to'y boshi kinoy deymiz-da endi. To'ylar muborak bo'lsin, uylar muborak bo'lsin. Qarangki, Allohim ayni daqiqalarda 2025-yilda dekabr oyida juma kunida 26-sanasida Allohim bu insonlarimizni mana shu uy sohibi deb chiroyli tarzda qarshi oldik. Allohim ayni daqiqalarda uy sohiblariga shu xonadonlarda 5 vaqt namoz o'qishlikni, haqiqat o'ylar qilishlikni nasib ro'z aylasin. Allohim umringlarga, rizqinglarga barakat o'ysin. Hammamizga mashnoqangi xayr ihson ishlarini qilishlik nasib ro'z aylasin. Ayni daqiqalarda davramiz markaziga chinakam to'y boshlarimizni, uy sohiblarini davramiz markaziga taklif etamiz. Yuldiroz olqishli, baqir-chaqirli qarsaylarimiz. To'ylar muborak bo'lsin xonadonlarga. Marhamat. Keling. Ha. Siz bilan opamga yana bitta so'zingiz bor. Keling, menga davalarning o'rtasiga kelaylik. Keling opa.
Keling. Sizlarga tayyorlangan yana bitta surpriz bor. Men obunachilarimga ham va'da qilganman. Keling. Bu tarafimga o'tib oling-da, opa. Keling. Xudo xolasa, hozir sizlarga yana bitta surpriz bor. Hamma insonni farzandidan shunday narsani talab qilamiz. Xudo xolasa, shunaqa kunlarga yetkazsin, obunachilar. Azamatjonni sizlarga gaplari bor. Ota-onamga rahmat. Shunchalik ko'z yemaymiz. Yemayga yetadilar. Kattakon rahmat. Shunchalik voyaga yetdim. Va hammamiz hojilarga jo'nataman. Orzuyim shu. Rahmat. Yaxshi mehribon mushfiq otalar, ey mushtipar mungluq onalar, farzandlar yo'lida zor ko'zlar, axir ota onadir sizlar. Ne sabab g'amxonada sizlar, qadoq edi qo'l oyog'ingiz, quvvatga to'la chog'ingiz, tikonmidi ekkan bog'ingiz, bahor kelmay keldimi kuzlar, ne sabab g'amxonada sizlar. buyurib nasib qilsin uylarning o'zlaringga. Xudo xolasa, endi to'y qilsang, to'yga aytasizlar, kelib mana shu yerda xizmatda bo'lamiz-da, shunda endi. Mana qo'ni qo'shnilar bilan mazza qilib endi o'yin kulgiga navbat beramiz. Xudo xolasa, keyin jicha ozgina o'yin kulgi qilib olsak, keyin shu ozgina sovg'alarimiz bor, topshiradigan narsalarimiz bor. Ashlarni ham topshirib olamiz. Xudo xolasa, shuncha odam guvohligida qilsak juda yaxshi-da. Va bularni qilib olaylikmi, Rustam aka? Bularni bo'lib qolsinmi? Birozdan keyin qilsangiz ham bo'laveradi, lekin juda zo'r bo'ladi. Birozdan keyin. Birozdan keyin ozgina bu hojonalarni to'xtatib qoldi-da, ozgina qizib qo'yaylik ularni ham ozgina. Qo'qondan kelgan hojonalarim bor, xudo xolasa. Opalarimiz bor mahalladan kelgan. Xudo xolasa ozgina tanaffusdan keyin sovg'alar topshiramiz. Oila a'zolari ham bemalol mana mehmonlar bilan o'ynab olsin deyman. Otamjon Ahmad, salomat bo'ling, omon bo'ling. Albatta, barcha opa-singillarimizni davramizga yana bitta taklif etsak-da, chiroyli qo'shiqlarimizni davom ettirsak, ana undan keyin chiroyli surprizlarimizni, mehmonlarimiz, mezbonlarimiz va shu to'yimiz davomida, finalimiz davomida barcha qo'shiqlarimizni, tabriknomalarimizni, dilishvolarimizni sog'ma-salomat jarayonni ko'rib juda ta'sirlandim. Bu ham qodir bo'lsa, yaxshi insonlarga yaxshilik qilishga qodir bo'lsa. Keyin kelib qolgan jeti bo'ldi-da, ta'sirlanasizda. Sho'njichaligini qilib. Boshqa narsalarni beramiz endi ustozlarga. Oy devor bo'lsin, xonadon uy. Oy devor bo'lmasa, devor avval ko'ngil qo'ymay boshlama
hech yodga qolma otingni yomon deb uyatga qolma yurtingni yomon deb hech yodga qolma otingni yomon deb yo'lda qolma yo'lingni yomon deb uyatga qolma yo'lingdan bor foyda qushlar omona yo'lingni yomon deb uyatga qolma yo'lingdan bor foyda qushlar omona omonat omonat tekrar omonat yo'lingdan bor foyda tekrar omonat Hasanli ot bilan tambadan ichma xiyonat qilingan badandan quchma Hasanli ot bilan tambadan ichma xiyonat qilingan badandan quchma Annadan ketsagam vatandan kechmay bevatan insonga mozor omona Annadan ketsagam vatandan kechmay bevatan insonga mozor omona omonat omonat tekrar omonat bevatan insonga mozor omonat bu joning xudoga ming bor omonat bu joning Allohga ming bor omonat hammalarga rahmat. Ko'zlaringga termulsam, xayolingni band etsam, yuragingni zabt etsam, menga aslo demay yo'q. Ko'zlaringga termulsam, xayolingni band etsam, yuragingni zabt etsam, menga aslo demay yo'q. Menga aslo demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, yo'q yo'q demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, menga aslo demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, yo'q yo'q demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, menga aslo demay yo'q.
kabi, ko'kka kerak pul kabi. Orzuyim o'zing meni, menga aslo demay yo'q, menga aslo demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, yo'q yo'q demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, menga aslo demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, yo'q yo'q demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, menga aslo demay yo'q. Sen yonimda bo'l meni, dardlarimni ol meni, yuragimda qol meni, menga aslo demay yo'q. Sen yonimda bo'l meni, dardlarimni ol meni, yuragimda qol meni, menga aslo demay yo'q, menga aslo demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, yo'q yo'q demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, menga aslo demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, yo'q yo'q demay yo'q. Yo'q yo'q dema, yo'q yo'q dema, menga aslo demay yo'q. Endi davramiz markaziga shu Xotamjonni jamoalaridan Rustam TV kanalini ham davramizga bitta taklif etsakda, bitta o'yinlar bo'lsin-a. Marhamat, chiroyli qo'shiqlarimiz mana shu Xotamjon, Rustamjonlarga bo'ladi. Rustamjon, kelingsiz ham davramizga. Shu hozir hamma bitta narsani kutyapti. Mana hozir hammadan qo'shiq eshitdim. Mana shu endi Xotamjon bor edi, erkalatib jab boram deyman. Bitta qo'shig'i borda hamma yaxshi ko'radi. Bitta aytib bersin-a. Qarsa zo'r o'zi aytaman. Undan keyin yana bir qarsa tuzroq olsanglar, shu akam mana shu Qo'qonda nom beradi nomni. Yoradi ham qo'shiq. Ha. Hali birov eshitmagan qo'shiqlarni mana shu yerda o'zida kashf qilib yuboradi. Va'da beraveraymi otamjon? Endi bitta aytaylik endi. Yo, mashinada eshitib yuribman, desa qoplamayapti, hali. Rustamjon rahmat, albatta Xotamjon akamizdan ham bitta chiroyli qo'shiqlarni tinglab qolamiz. Mana hamma qo'shiqni Omajon akam. Sheran aka bitta o'yga tushaverasiz. Telefonda eshittiramiz. Sho'qida ayt. Yig'latadigan. Yaqinlarni beburt qilib
ko'zlari qarang hayol betartib yashaydi bir umr yoqangdan tutib tuhmat hasad degan balodan ortib o'ylasin betiga qarolmaydilar muhtoj shok etish bizlarga malham chiridan qochmas odam dunyoga ming marta qayta kelsa ham ular asl ummat bo'lolmaydilar hasaddan yonadi qonxo'r ko'zlari xavflidir jigarim degan so'zlari yaqinlarni beburt qilib o'zlari odamdek o'lishga yarolmaydilar hasaddan yonadi qonxo'r ko'zlari xavflidir jigarim degan so'zlari yaqinlarni beburt qilib o'zlari odamdek o'lishga yarolmaydilar Ben de bekarga turmadim. Siz bekar qilamiz. Proyekt tugayapti-yu. Janjalni boshlaymiz ha, sen. Proyektga qo'yib qo'ysa ishani bilmaylar biz aka-uka. Sho'qiga aytinglar endi. Sho'xiga Endi ukajon bu qo'shig'ingizni eshitdim, juda ham bir chiroyli chiqdi so'zlari. Haligi nima desam ekan sizlarga? Negativ yozadigan, negativ gapiradigan, o'zi asli sizlarning kanallaringda, kommentariyalarda o'qidik, bironta bir negativ yo'q o'zi aslida. O'shanaqangi odamlarga tegishli bo'lgan bir chiroyli qo'shiq ekan. Orqasidan yana chiqaring. Juda chiroyli chiqdi. Endi bir bo'ladimi Alloh berib, san'at tomonlar ham yana bir yuksak martabalarga, darajalarga erishing. Allohim o'zi sizni mana ayni daqiqalarda shu ihson qilishlikka qodir qilib qo'yibdi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Ijodiy ishlaringizga ulkan zafarlar, omadlar tilab qolamiz. Rustamjon sizga ham xuddi shu gap. Rustam TV kanali, Xotamjonni kanallari doim gullab yashnasin. Salomat bo'linglar. Mana shunaqangi proyektlarni qilishlik ancha yillarga shu yoshlaring katta bo'lib, chong bo'lganlaringga ham nasib qildi bo'lsin. Salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Qo'shiqlar juda ham chiroyli chiqdi. O'zi aslida mehmonlarimiz, mezbonlarimiz negativ gap yaxshi odamdan chiqmaydi. Ijodiy ishlaringizga ulkan zafarlar, omadlar tilab qolamiz. Kelgusi kunlarimizga, kelgusi yillarimizga sizdan chiroyli kuy qo'shiqlarni tinglab qolamiz degan umiddamiz. Mehmonlarimiz, mezbonlarimiz, aziz yurtdoshlarimiz ayni damlarda, ayni daqiqalarda davramiz markaziga Xotamjonni va Rustamjonni taklif etsakda, albatta chiroyli surprizlarini chiroyli tarzda mehmonlarimizga, aka-ukalarimizga chiroyli tarzda taqdim etishadi degan umiddamiz. Xotamjon, Rustamjon kelinglar davramizga. Rahmat. Rahmat, mana akalarimizga ham rahmat ayting, tanjoni sog' bo'lsin. Qadrdonlar, bu akalarimiz mana bu hunarlarini gapi yo'q-ku, lekin ehsonga desa, ularga loy kechaganini ham ko'ryapmiz-da, to'g'risi. Malades. Akalarimizni duo qilib qo'yasizlar. Tanjonlari sog' bo'lsin. Ehson akam, ehsonga uy qurilyapti-kan desa, o'zini ishini tashab bo'lsa ham borib o'sha yerda loy kechyapti mana shu insonlar. Alloh rozi bo'lsin akalar, tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat, katta xursand bo'ldik. Endi mana shu yerda Valijon akam bilan Mirzohid akam borda. Mana shu insonlarni yonimga chaqirsam, Mirzohid akam bilan Valijon akam arzimas. Mendan bu. Sovg'a bor. Mana shu yerda kelib sovuqdi kunida uyda issiqqina o'tirsa ham bo'ladi. Sovuqdi kunida mana shu yerga kelib ozgina xizmat qilishdi, ozgina sovg'amiz bor. Ko'p o'rnida ko'rasizlar-da. Valijon aka hozir yo'g'u popdilar shekilli. Endi mana shu xizmat qilgan Imon akam bilan Ilhom aka, sizlarga ham ozgina sovg'am bor, kichkina. Keling aka, kelinglar.
Endi bu yerda asosiy akamiz bor-ku. Mana shu yerda ustalarimizga bosh bo'lgan, hasharga chaqirib chiqqan, mahallalarni chaqirib chiqqan, telefon qilib chiqinglar, bu yerda bir hashar bo'lyapti bir kun deb boshda bosh bo'lib turgan Sherali akam bor. Shu Sherali akamga ham arzimas sovg'a borda. Buni narsa olganimiz sababi ham borda. Ertaga yana birga ishlaymiz-da. Rustam aka, qanday Rustam aka? Uylarda to'g'riroq qilamiz ekan. Ha, lazr. Rustam aka ham bor edilar. Rustam aka bormi? Rustam aka. Yaxshi kunlaringizni eshlatinglar. Alloh rozi bo'lsin. Endi opalar, sizlar tushunasizlar-da. Mana sovuq, idishda yurishda o'zi bo'lmaydi, to'g'rimi? Kecha kelib, mana shu yerda bugungadir mana shu sizlar mehmon bo'lishlaringga, mana shu yerlar toza bo'lishiga sababchi bo'lgan ikkita opam bor. O'zi asakalik, lekin kelib shu yerda qolib kechasi bilan mana noz-ne'matlarni tuzagan. Mana shu opalarimizga ham arzimasa ham mana shu oila nomidan sovg'a qilib qo'ydik. Hozir o'zlari hech qanday videoga tushib qolishmaydi, berib qo'yamiz. Xudo xolasa. Qarsak, chopiravering-a. Endi kendoylarimiz ham chiqib albatta chiroyli sovg'alarni chiroyli tarzda qabul qilib olishsin. Kendoylarimiz kelinglar davramiz markaziga, albatta chiroyli tarzda, albatta chiroyli qilib qabul qilib olasizlar degan umidda maqsadda davramiz markaziga hurmat qilgan holda taklif etdik albatta. Bitta olqishli guldirozli qarsaklarimiz bo'lsin, kendoylarimizga hurmat qilgan holda davramizga taklif etdik. Marhamat kelinglar. Kelsin marhamat davramizga. Albatta bundan bu yog'iga chiqishlar. Rahmat kendoylarimiz albatta yaxshilik kunlarga nasib qilsin. Bundan buyog'iga qish sovuqli kunlar maza qilib ishlatasizlar. Salomat bo'linglar. Sheralaga qarang, necha kundan beri final qilamiz. Bir kunlik narsa ekan, o'tadi, ketadi. Obunachilar shuncha tayyorgarlik, shuncha mehnat, obunachilar, qanchalar hisob bo'lsin, borlaringga shukr. Sizlar sababchi yana bitta oila, Xudo xolasa chiroyli xonadoni bor. Xursandmisizlar? Shuna bo'ladi, o'ylavdingizmi, o'ylamadingizmi ko'rsating. Endi-da, mani bas. Endi mani bas, Sherali akamiz faqatgina bizni mana Oyna jahon orqali kuzatib, qo'llagan, ehson qilgan insonlarning haqqiga 5 mahal namozlaringda duo qilasiz. Endi yana bir narsa. Iloyim, yana bir narsani oilalariga kelishlik ilohim hammalarga nasib qilsa ilohim insonchilik qilsin hammamiz okalarimiz Allohlarga bersin. Hamisha tali jonimiz sog' bo'lsin. Hammalarini duo qilaman ilohim. Hammalarini xonadonlarida faqat xursandchilik bo'lsin. To'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar ko'p bo'lsin ilohim. Qadrdonlar, yana bitta narsa, juda ko'pchilik iltimos qilgan narsa, bu juda ko'pchilik aytmoqchi bo'laman, aytolmagan gapi bor. Men sizlarni nomlaringda men aytib qo'yaman bu insonlarga. Bu uyda mana 3 xona uy bo'ladigan bo'lsa, 3 xonada sizlarga oilaga ketadigan, sharoitga ishlatadigan hamma narsa bor. Ko'rpa to'shak deysizmi, idish tovoq deysizmi, bitta oila maza qilib yashaydigan hamma narsa mujassam bu uyda. Tifal deysizmi, abay-ro'vat deysizmi, qozon, o'choq, kapgir, xullas yo'q narsani o'zi yo'q. Sizlardan iltimos, o'sha eski yashagan joylaringdan hech narsa olib kelmasdan o'zlaring uchun bir yangi hayot kashf qilinglar, yangi hayotda maza qilib yashanglar. Obunachilarim ham iltimosi, bizni ham iltimosimiz. Yangi narsalar bilan yangi hayotda bitta hayotlaringni boshqatdan boshlanglar, oilaviy. Qolgan narsalarni shunday ash devorda ag'ida unutinglar, yangi hayotda maza qilib yashanglar. Obunachilar nima deydilar? Kelib turamiz go'yo mehmon bo'lib, mana shu ayvonda o'tirarmadik, obunachilar birar kun kunlar qolganda Sherali akam bilan kelib to'g'ri Sherali aka o'tirib ketamiz, xudo xolasa. Qadrdonlar, endi Sherali akam shu yerda yana bir yo'limiz tushganda bir salomjon qilib olishsa, mana shu yerda kelib bir xabar olib ketamiz yana xudo xolasa. Yangi yilga doğru yana bir kirib tushuntirib ketamiz. Metta bunaqa bular hali bilmaydi, misol obunachi olib kelgan, mo'mindan kelgan deb
bir qator tushuntirib qo'yamiz. Hozir endi hamma charchagan, to'lib Sherali aka mana zo'rg'a ko'zini ochib turibdi. Chunki uxlaganimiz ham yo'q, to'g'risi. Kechasi bilan mana shunda bo'lganmiz. Faqatgina sizlardan iltimos shu bizni obunachilar haqiqiy duo qilsanglar bo'ldi. Xudo qulluq bo'lsin, buyurim nasib qilsin. Xudo sog' bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar. Qadrdonlar, shunaqa qilib serialimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xudo xolasa. Seriallarimiz tugadi, o'z nihoyasiga yetdi. Endi sizlar bilan Hindistonda serial boshlaymiz. 10 kun Hindistonni sayr qilamiz, kelib yana ishlarimizni boshlaymiz. Borlaringga shukr, qo'llaganlaring uchun rahmat, like bosganlaring uchun rahmat. Qanjonlaring sog' bo'lsin. Qadrdonlar, xursand bo'ldim. Yonimda shu ustun bo'lib, shunchalik mana shu xotamtoy bo'lishiga sababchi bo'lib kelyapsizlar. Borlaringga shukr. Sizlardan xursandman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa finallarda ko'rish nasib qilsin.